Assalomu alaykum barchaga. Hammada mana shunday katta joylar bor, lekin buni qanday qilib yopadigan muammo bor. Akalar, qaranglar. Mana shu joy 30 metrga 18 metr ekan. Kimdadir 20 metrga, 25 metrga, 50 metrlik joylar bor. Bez ustunsiz mana shunday qilib yopib ham berishadi. Mana shu joy oralig'i 2 metrdan tashalgan ekan va bundan tashqari kimdadir mana katta stadionga joy bor. Stadion qurmoqchimisizlar? Mana yonimizda Yashil tom. Xudo xolasa buni ham to'liqroq tushuntirib beramiz. Kimdir mana shu ustalarda oqtar yurgan bo'lsalaring, videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, to'liq hamma savollaringizga javob olamiz. Yana bitta narsa, qaranglar, yaxshi ahamiyat bersalaring, kelishsalaring, kraskasini ham sepib ham berishar ekan. Shu to'g'risida qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot beramiz. Albatta, yoqsa like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Videoni boshladik. Usta Arabjondan suhbat olsak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizlar? Tinchmisiz? Allohga shukr, rahmat. Qarang, mana shu joy 18 metrga, ya'ni 30 metr ekan. Kimlardadir bundan sal uzunroq bor, ya'ni 20 metr, 22 metr eni demoqchiman. Shuni ham primerda bez ustunsiz yopib bera olasizlarmi? Aka, 25 metrgadir bez ustun qurib beramiz aka. Ha. Katta to'yxonaning tomlari, skalatlar. Mana yoni mana stadion, qaranglar akalar, mana stadionni ham, mashina ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana shunaqa ham yopib beraverasizlar. Stadionlar aka, muammo yo'q. Naveslarda aka. Kimga qanaqasi bo'lsa o'sha yasab berilaveradi. Temirdan aka, nimaki bo'lsa qurib beramiz aka. Qarang, bu orasini videoda boshida aytdim, 2 metrdan deyilgan ekan. Shunaqa 2 metrdan tashlash shart bo'ladimi yo sal qisqaroq bo'lishi kerakmi? Aka, u klienti talabiga qarab, kelishuviga qarab aka. 1 metrdan aka. 3 metrga tashlasak bo'ladi aka. Ya'ni enini 1 metrdan 3 metrgacha tashlasa bo'ladi. Kelishuviga qarab tashlasak bo'ladi aka. Bu sredniysi, bu o'rta holdagisi. O'rtachasi bu aka, 2 metrdan tashalgan aka. Agar zakaz beradigan bo'lsa, necha kunda tayyor bo'ladi? Keyin jicha turib ishlayotgan joyimizga borsa ham bo'ladimi? Siz ishlayotgan joyimiz bor dedingiz. Aka, seximizda aka ko'rsatiladi. Usta akalarimiz ishlayapti, sheriklarimiz, akalarimiz ishlayapti aka. Mana shunaqa ombor bo'lsa qurib beraverasizlar-da. U jarayonni ham, ishlayotgan jarayonimizni ham ko'rsatib boramiz aka. Xo'p, endi aka, mana shu yerga necha kunda bitadi mana shunaqa joy? Misol bu aytavering. Bu obyektimiz aka 15 kunda tayyor bo'ldi. Kraskasi bilan aka. 15 kunda aka uyda egasiga topshirdik aka. Katta skalat bo'ldi aka, ombor bo'ldi. Mana shunaqa ombor qilib ishlatsa bo'ladi. Kimdir agar qurmoqchi bo'lsa, demak, xotirjam zakaz bersa bo'laveradi. Aka, xudo xolasa endi bundan buyog'iga bahor yozda kuni kelyapti aka. Kunlar ham aka yurishib qoladi inshaalloh. Katta zanalarda aka qurib berilaveradi. Katta erta kunda qurib beramiz aka. Ish jarayonlarining qatgacha bo'ladi? Misol O'zbekiston bo'yichami, chetlarga chiqasizlarmi, qanaqa? Hozircha aka, ochig'ini aytgan yaxshi, chetga chiqqanimiz yo'q. Faqat O'zbekiston. O'zbekistonda aka har bitta viloyatiga borib qurib beramiz aka. Vohalarga. Vohalarga aka, Toshkent. Bir xil ustagilar bormaydi-da, o'shaning uchun men so'raganim yaxshi-da, vohagacha borasizlar. Aka, O'zbekistonda har bitta burchagiga, Qashqadaryo deysizmi? Surxondaryo deysizmi, Buxoro deysizmi? Qayerga desa borilaveradi. Qayerga desa zakazga qarab borilaveradi aka. Faqat zakazga ob'yomiga ham qarab, shuni aytaylik, kichkina joy bo'lsa, aka katta kichik tanlamaymiz aka. Kimdir aka katta obyekti bor, kimdir kichkina obyekt. Berilaveradi, xudo xolasa, imkon xolasa kelishilgan narxda imkon qadar qilib beraveramiz. Sari qilib beramiz aka. Uyda egalaridan talab nima bo'ladi? Uyda egalaridan aka shu yotoq joy qilib beradi aka. Oziq-ovqat pitaniyamizni qilib beradi aka. Qolgan aka hamma o'zimizdan bo'ladi. Ustayu, temirlari-yu, elektrod hamma yo'g'ini olib kelib aka, o'zimiz qurib beramiz aka. Xo'p, endi qarang, mana shu hozir bitta kraska ham qilsizlar. Ko'p joyda ko'rganman, kraska bo'lmagan. Xo'p, kraska qilib berishi o'zlaridan bo'layaptimi yo bu zakaz berilganmi? Endi aka, klientimizni aka talabiga qarab aka, ba'zi bir joylarda kraskasini qilib bermaymiz aka. Ba'zi bir joylarda kraskasini qilib beramiz. Chunki kimdir kraska qilib ber deydi, kimdir shart emas deydi. Olamaydi, O'zi kontrakt profilimiz aka tashiyu ichi kraska bo'lgan bo'ladi. Endi kimgadir kraska qilib ber menga deydigan bo'lsa, qilib beramiz endi. Kelishuvga qarab qilib beramiz. Hop, keyingi savol, qarang, mana shu konteynerni yopyapsizlar, ya'ni shu navesini qilyapsizlar, tepasini tomini ham o'zlaring yopib berasizlar, qanaqa bo'ladi u? Aka, tunkasini olib beradi. Tunkasini olib beradi. Tunkasini xizmati ichida kelishamiz. Bir yo'li aka yopib ketaverasiz. Yopib, uyda egasiga mijozni nimasiga xohishiga qarab aka qilib beramiz aka. Tunkalarni. Shipir desa, shipir, tunuka desa, tunuka. Shipirga ham moslasa bo'ladi.
Aka shiypirga ham moslasa bo'ladi. Tunincha profnastil, sandwich panel deysizmi? Hammasiga moslasa bo'ladi. Hammasiga moslasa bo'ladi aka. Endi qarang, buni faqat bir xilgina endi katta joyi bordir, bir xilgina patologiya qilmoqchi bo'ladi. Bunga patologiya qilsa bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Unga Bemalol aka. tashab ketaverasizlar. Misol, anu oralig'i bor mana armaturasi deylik. Ashunisini qo'yib ketasizlar, ko'proq demoqchiman. Endi aka hozir bu 2 metrdan bo'lgan uylarimizni tomlari bo'ladigan bo'lsa aka, loyam bosaveradi aka. Uylarimizga bo'ladigan bo'lsa aka, loy bosadigan ona qilib beraverasiz. 1 metrdan aka 1.30 ga qilib beramiz. Undan u yoqqa aka loy bosgani to'g'risi kenglik qilib ketadi. Uylarimizga shu loy bosaman deydigan bo'lsa, 12 metr, 13 metrga loy bosadigan qilib qurib beramiz aka. Endi ochig'ini aytgan yaxshi 15 metr, 20 metrlarga loy bosishga to'g'risi aka muammo bo'ladi. Ochig'ini aytgan yaxshi. Yo'q, o'shani bekorga so'ramayapman. Realni uy tomlariga bo'laveradi, lekin bunaqa joylarga unaqa bo'lmaydi. Lekin patolog qilib qo'ysa bo'laveradi, pokitni qo'yib. Patolog aka xohlagan usulda patologni quraveradi. Yo, endi demoqchiman, loy bosalmasa ham, men qarang, mana shu keng joyi, loy bosalmasa ham kimdir pokitga imkoni bor, puli bor. Shuni patologni yopib turib, bunday pok tashlab qo'ysa bo'laveradi, issiqda ushlaydi u. Hozir aka steklavati degan narsamiz bor. Hozir ko'ryapsiz, mana tunikani tagidan po'klar uryapti aka. Loyning o'rniga yengil o'tiryapti aka. O'shalar bo'laveradi. Katta masofalarimizga aka, mana shunaqa to'yxona, katta skalatlarga aka po'klarni urib qo'yishyapti aka. Yoz kunida obtob tushmaydi aka, qish kunida sovuq bo'lmaydi aka. O'zi aytam, adashmasam, keyinchalik to'yxonaga mo'ljallab ketilgan shekilli, u yerda kirish chiqishlari bor. Keyinchalik to'yxona mo'ljallagan, endi hozir tadbirkor akalarimiz bekonchilik qilib, shu yerda bir 10 ta 15 ta odamni ishlatishadi aka. Sani o'sha piyozchilik qilib, sklat qilib turishibdi ekan. Katta fermer akamizniki aka joy. Yaxshi. Demak, mana shunday qilib yasab berasiz. Endi qarang, yana bitta savol bo'lib qolishi mumkin. Bu 2 etaj deylik. Hop, eng baland necha etajgacha qilib berasiz? 5 etajmi, 3 etajmi, 4 etajmi, nechigacha misol? Uni aka farqi yo'q aka. 5 etajmi, 6 etajmi, 10 etajmi farqi yo'q aka. Kelishilgan holda aka qilib berilaveradi. Qilib beraveramiz aka. Kranni olib kelib bersa, o'sha tepaga ko'tarib bersa bo'ldi. Inshaalloh qurib beramiz aka, muammo yo'q. Endi qarang, bunga o'zlaring qo'yasizlar yo obязательно kran kerak bo'ladi bularga? Mana shunaqa joylarga, imini katta obyektlarimizga aka kran bo'lmasa bo'lmaydi aka. Kran bilan ishlaymiz aka. Uylarga o'zini bemalol olib qo'ysa bo'laveradi. Uylarimiz tomi aka balandligi bo'ladi bir 5 metr bo'lishi mumkin aka. Endi fermalarimiz ham 6-7 metr bo'ladi, uni ruchni olaveramiz. Uni olish oson, Ba'zi bir joylarda uylarga quryapmiz, 10 metr, 15 metrga bo'layapti. Ularni endi iloji kranda qo'yamiz aka. Unaqani iloji ko'tarib bo'lmaydi, og'rib qoladi, kranda olib beradi. Kranda qo'yiladigan joyga обязательно qo'yiladi aka. Olib beradi, sfesvarkani o'qib beraverasizlar. Yaxshi, aka qarang, bu yerda to'liqroq ma'lumot oldik, vaqt cho'zmaylik-yu, ishxonangizga borsak maylimi aka? Bo'ldi aka, hozir ish bo'layotgan jarayonni ham ko'rsatamiz, qanday tayinlanadi. Boshqacha obyektlarimiz ham bor aka. Har xil turda, ko'rinishda qurib beramiz aka. Bu muammosi yo'q. Chanaver deysizmi, mansard deysizmi? O'sha yerda burilib bor narxini ham aytamiz aka. Narxini ham aytib beramiz aka. Xudo xolasa. Katta skalatlar deysizmi, zog'utlarni, tomlari deysizmi qurib beramiz. Nimaga bo'lsa, masjidga bo'lsa ham masjidga qilib beraverasiz. Misol, masjidlarga ham quryapmiz aka. Xudo xolasa. Mana do'stlar, navbatdagi joyga yetib keldik. Qaranglar, mana shu bez ustunsiz ekan. Umuman ustunsiz joylaring bo'lsa, bunaqa zakaz bersalar ham bo'ladi. Uzunligini qaylar, ayniqsa bu devorga o'rnaydigan bo'ladi ekan-a. Bu hozir qatga bo'lyapti, qanaqa zakaz bo'ldi va necha kunda tayyor bo'ladi? Misol, mana shular. Aka, hozir fermamizni eni 15 metr bo'lyapti. Mana shu 15 metrmi? Bez ustunli joyimiz aka, o'rtasiga ustun tushmaydi aka. Farg'onaga yemxona qilyapmiz aka, katta skalat qilyapmiz aka. Xudo xolasa. Kelishilgan narxda aka. Hop, bularda narxlar qanaqa bo'ladi? Metrga yuradimi yoki kvadratga yuradimi? Aka, kvadratga hisoblaymiz aka. 1 metrdan aka 2 metrga oralarini qo'yib beramiz aka. Oralig'i. Klientda aka kelishilgan holda aka. Klientga aka 1 metr desa 1 metrdan qo'yib beramiz, 2 metr desa 2 metrdan qo'yib beramiz. Klientda hali sarmoyasiga qarab aka kelishib ishlayveramiz aka. Qarang, buni yupqa qalini bo'ladimi bularda ham? O'shani materialimiz aka 3-4 xil varianti bor aka. 6lik, 7lik, 8lik, 9lik variantlari bor. Aka biz katta materialdan ishlatamiz, 8likdan ishlatamiz. Mana 8lik yoz bo'layotganmi? Bu 8lik kattasini ishlatamiz aka. Tayyor bo'layotgan joyi. Buni endi qurganimizdan keyin aka erta javobgarligi bor, boshqa qor yog'adi.
yarim metr 1 metr qor yog'ar aka, javobgarligi bor aka. Imkon qadar shu 820 qilgan yaxshiroq. Imkon qadar 8 likdan kattaroqdan qilgan yaxshi aka. Xo'p, mana shu endi sizlarni qarang, bitta narsa qolib ketyapti shu yerda. 1 kvadratini necha puldan boshlanyapti, necha pulgacha qilib beryapsiz? Endi misol eng arzon summasi necha pul, eng qimmati necha pul? O'shanga qarab summasini chiqaribsan. 120 ming so'mdan aka 200 mingga doğru ketaveradi. 120 ming so'mlik variantlarimiz aka kichkina mana u tomonga e'tibor bersak, kichkina 5 metr, 6 metrli joylarimiz aka 120 mingdan boshlanyapti aka. Joyiga qarab. Joyiga qarab bo'ladi. Qancha o'sha katta bo'lgan sari aka, murakkablashgan sari summasiga qo'shilib boraveradi aka. Kelishilgan holda mijozda talabiga qarab qilib beramiz aka. Bu ishlaring vodiyda o'zidanmi decha qatgacha qilib berasizlar? Aka, bu ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab har bitta viloyatga borib qurib beramiz zakasiga qarab. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo, O'zbekistonda har bitta burchagiga borib qilib beramiz aka. Aka bo'lsa, qarang, eng kami necha kvadratga borasizlar? O'shani ham aytib o'taylik. Endi aka, sizlarga ham qoplash kerak-da. Kvadratini qizig'i yo'q aka. Kelindi aka, ko'yniga qarab xudo xolasa yaxshi qilib beramiz. Katta kichigini farqi yo'q aka. Xo'p, aka, bular endi hozir 8 ligi mashinasi bo'lyapti. Mana eng qalini bo'lyapti. Xudo xolasa, qalinidan kattasidan bo'lyapti. Jarayoni mana shu svarka bo'lyapti. Mana realni mana shu yerda o'zida tayyorlashyapti. Ish bo'layotgan jarayoni. Xo'p, demak, aka, sizlarga bemalol vohadan turib telefon qilsa kelaverasiz. Undan muammo aka, O'zbekistonda har bitta burchagiga borib qilib beramiz aka. Kelishilgan holda xudo xolasa klientlarimizni kunini olamiz. O'sha 120 mingdan 200 minggacha bo'ladi. 200 mingga ketaveradi aka. Qancha murakkablashgan sari aka puliga qo'shilib boraveradi aka. Klientlar nima qilib berish kerak bo'ladi sizlarga? Klientlar aka shu vohalarda bo'lsa aka yotoq joy bilan oziq-ovqat beradi. Shu bo'ldi. Hamma o'zlaridan borib qolgan hamma yo'q aka. Elektrod deysizmi, temir deysizmi, usta deysizmi, hamma yo'q xudo xolasa bitkizib, tunkasini olib beradi aka. Tunkasini olib beradi. Tunkasini yopib aka, tunkasini yopib berish bilan bo'ladi sizlarda ichlaydi. Endi kelishuvga qarab aka bu narsa. Xolasa o'zi ustasi o'zi yopib qo'yadi. Tunkasiga tayyor qilib kelishamiz deydigan bo'lsak aka. Unga qarab, agar yopib beringlar bir yo'l deydigan bo'lsa, yopib ham beramiz aka. Kelishilgan holda bo'ladi. Yana bitta narsani aytib qo'yaman aziz yurtdoshlarimizga, bozor profilidan ancha baquvvat bo'ladi aka. Arzon bo'ladi aka. Materiallarimiz stenasi aka 2 bo'ladi aka. Arzon tushyapti. Bozor materiallaridan, ugonliklardan arzon tushyapti. Ancha arzon tushyapti aka. Taxminan qani 100 kvadratni necha pul rangsa qiladi to'g'ri profildan ko'ra. To'g'ri ular qimmati bari bularda kelgan konteynerdagi ancha chirimaydi. Shuni bilaman men. Hop, taxminan necha pul yutadi? Bir 30% yutadimi? Yo bo'lsa 50% mi? Yo'q aka, 50% mas'ul bir 30% yutadi. 100 million so'mlik ishdan aka, masalan bozor profilidan 100 million so'mlik bo'ladigan ish, bu ishlarimiz aka 60 million, oshib ketsa 70 million bo'lishi mumkin aka. 30-40%. 30-40% yutadi aka. Baribir o'sha ham albatta. Lekin aka hozirga chiqayotgan profillardan ancha baquvvat material aka. Unga qo'shilaman. Nimaga desiz, 1-2 marta biz ham undan oldingi videolarimizni bilishadi. Toshkentlarga, hattoki Toshkentlarga qurdirishyapti mana shularni. Aka, katta nimalarni bezusini 25 metrga doğru qurib beramiz aka. Ishimizga kafolat beramiz aka. Eng uzunligi 25 metrgacha bez ustunsiz. Aka, hamkasblarimiz 30 metrga doğru qurishdi. O'zimiz qurgan endi 25 metrga doğru qurib beramiz. Xudo xolasa 30 metrda ham imkoni bor aka. Kelishsa qurib beramiz aka. Inshaalloh aka. Akalar, ko'rdilaring, sizlarga realniy savollar bo'ldi. Agar biz bera olmagan savollar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamiga telefon qilsalar, akamiz o'zlari javob beradilar. Agar kimdadir qiziqtirgan savol bo'lsa, bemalol Telegramdan yozasizmi, WhatsAppdan yozasizmi, telefon qilaverasizlar. Agar xato gapirgan bo'lsangiz, uzr so'raymiz. Albatta yoqqan bo'lsa, like-ni bosib, do'stlarga podpiska qilishni unutmanglar. Realniy savol-javoblarni berdim. Agar men bera olmagan savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deymiz. Albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.